Buni aka uстановka qilgan payt tegini yerdan 5 sm uzaverasiz. Mana shu ikkita g'ishcha o'rtasidan bo'lib 4 ta oyoq shuna qo'yaverasiz. Sabab chunki popka 32 ta zichligini hisobiga gaz bemalol olib chiqib olish uchun antenadan nafas oladi, katta. O'shanda. Nima xuddi azbiz qilasiz. Mana bu narsa umuman shart emas. Bu tangasi naborot bu chiqayotgan gazni ushlab qoladi xullas. Butun boshligiga mana shu avtomat apokka o'zi ishlayapti. Mistor biz suv beradi bo'lgan hammomga. To'plab olganmi? Farqi yo'q mana shu yerdan padacha, mana bu ta'biratga qorasiz bo'ladi. Bu suv hammomi, misturbasi bu. Misturbaga zaklushka qilib turasiz hammomni qo'shib yuborguncha. Sanchigut. Tegi Bo'ldik chiqamiz, kattasi. Qo'rasini tegimi? Qo'lni dumaloq, ichi ham ko'rinib turibdi. Ichi dumaloq. O'shaning uchun mana avtomat apok 10 talik bo'lyapti-da. O'zi 12 qo'ysa ham bo'ladi, prosta 10 mingga cho'tki yetyapti. Ichi qo'lni dumaloq bo'lganiga gazi zo'r shoq qo'yapti. O'zida 10 talik qo'rg'i bo'ladi. Eshigi ham qo'yamiz. Mana aka, mana mayda shu narsalar.